Bu sumkalar shunaqangi ko'p ekan. Qizlar bittasini olsam, ikkinchisi yiqilib ketishdan qo'rqyapman, reali. Mana qaranglar, trendga chiqib ketgan sertichkali sumkamiz. Bunda shunaqa ko'zchali variantlari bor. Xohlasanglar ko'zchasiz variantlari bor mana. Shuni tushuning. Mana sumkalarimizning ichidan kosheloklar ham chiqadi. Bu hali hammasi emas. Tadam. Biburlarni ko'ryapsizlarmi? Qanaqa ko'pligini, katta sumka kerakmi, kichkina sumka kerakmi? Xohlaganinglarni sizlarga yoqadigan narxda xarid qilsanglar bo'ladi. Misol uchun, yaqinlaringizga ham nima sovg'a olsamikin deb o'ylab yurgan bo'lsanglar, sumka ham ko'zga ko'rinadigan yaxshi sovg'a, ham sizlarning ham cho'ntaginglar unaqa qiynalib qolmaydi. Bunaqa klitkali variantlarimiz ham bor. Katta-kattali. Tepada ham biburlar ko'pgina. Ko'ryapsizlarmi? Bu tarafimizda kichkina sumkalar ham bor ekan. Boya ko'rsatgan Diorimdan qizlar.